Hurmatli obunachilar, dam olish kuni videoni zo'rini chiqaryapmiz. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, boshlanishdan oldin bittadan like bosib qo'yinglar. Jonning nasillar akalar, nima deyapti mollar? Videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Assalomu alaykum. Naslli Chora YouTube kanalining hurmatli obunachilari hamda kanalimizga mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Novkat qishlog'i o'zimizning uy fermadan sotuvga soni 10 bosh novvoz chiqaramiz. Akalar, kanalga mehmonlar albatta bittadan obuna tugmasini bosib, bizni kuzatayotganlar bittadan like bosishni esdan chiqarmanglar. Qancha ko'p like bossalaring, videomizni YouTube shuncha ko'p ommaga tarqatadi akalar. Sizlardan yordam va podдержка biz videomizni boshladik. Akalar, mollarimiz xudo xolasa 2 bosh toza rossiyskiy, mana 2 bosh toza rossiyskiy. 1 bosh rossiyskiyga semental gibrid bor. Akalar, 25 ta 40 ta oralig'ida sut beradigan sigirlar mollari va 7 bosh Greenford novvoslarimiz bor. Mana birma-bir sizlarga hammasini ko'rsatib yoritib beramiz. Narxlari xudo xolasa yengil, dam olish kuni hammamizga maroqli o'tsin akalar. Dam olish kuni chiqaryapmiz. Atila videoni ishlaydigan akalarimiz ham kelib bemalol mana dam olish kunida mazza qilib ko'rib, savdo qilib ustida olib ketaveradi mana. Cho jonivor. Qani o'ta yuvosh mollar akalar mana. Mollarning sifati o'ta yuqori. Cho. Kelavering. Yetti bosh Greenfordimiz mana ko'ryapsizlar. Mana sementalga rossiyskiy gibridimiz. Mana bitta rossiyskiyimizni alohida ko'rsatib qo'ying. Mana hurmatli obunachilar, orqa korobkalari bexijolat 25 ta 40 ta sut beradigan katta fermaning buqalari. Yoshlari 8 oylik hurmatli obunachilar. Havas qilganlar albatta bittadan like tugmasini bosishni esdan chiqarmanglar. Xo'sh. 7 bosh Greenford novvoslarimiz. Sifati o'ta ham yuqori. Mana akalar, sementalga gibrid buqamiz. O'ta baquvvat, ko'kraklari ham keng. Etlari ham juda zo'r. Mana xudo xolasa mollarimizni hammasini eti zo'r, sifati yuqori. Mana hurmatli obunachilar, havas qilganlar bittadan like bosib qo'yasizlar. Dam olish kuni videomiz. Dam olish kuni chiqaryapmiz videomizni. Mana ertalabki ozuqani yeyotibdi. Hurmatli obunachilar, rossiyskiy buqamiz nima deyapti? Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumani Novkat qishlog'i. Naslli chorva xonadonidan
O'zimiz uydan video qilyapmiz. Mana akalar. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 21.500.000 dan bir dona bor akalar. Bu yog'i 27.500.000 gacha. Ichida 24 million, 25 millionlik mollar ham bor akalar. Mana Greenford buqalarimiz. Bularni bo'ylari 1.25 dan oshiq. 1.25 dan oshiq, xudo xolasa. Narxlovanlarni xudo xolasa puli bor odamga bir joyda yengil qilib narx qo'yib beramiz. Cho jonivor. Qani hurmatli obunachilar, 21.500.000 dan bir donagina novvosimiz bor. Qolgani 26, 27, 27,5 million. Kelasizlar, ustida narx aytib kelishaveramiz, hurmatli obunachilar. Tanlashlaringga qarab narx o'zgaraveradi. 27,5 million balandni hammani qiziqtirgan joyi 10 tani bitta joyga olaman deganga 25.500.000 so'mdan ozgina kami ham bor. Fikrlaringda albatta kommentariyaga yozib ketinglar. 25.500.000 so'mdan ozgina kami bor bir joyga. Menimcha juda ajoyib narx. Xudo xolasa mana mollarni mana zotga tavsiya qilaveramiz bexijolat. 25.500.000 so'mdan bir joyga ozgina kami bor. 100 kilometrgacha dastavka qilib beramiz. Telefon nomer 94lik 976 4549, 99lik 636 4549. Nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yeb ichishlari zo'r. Xudo xolasa yeb ichishiga bir hafta savol javobiga turib beraveramiz bexijolat. Bexijolat hurmatli obunachilar. Ularni mana tak somon, sinash aralashtirib ikki martalik rejimda boqamiz. Ertalab bir mana qaradik. O'tlarni yeyapti. Kechga ham xuddi shunaqa bir ozuqa beramiz. Bo'ladi. Ikki mahalla rejimda boqilyapti mollar. Hurmatli obunachilar, kimga yoqqan bo'lsa, qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil lokatsiyalarni albatta tashlab beramiz. Nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasizlar. Sizlarga mana shunaqa chiroyli puli yengil zo'rlardan chiqarib olishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.